Ba'zilar aytadi, anime bu bolalar uchun. Lekin ular ko'rmagan. U yerda qancha og'riq, qancha orzu va qancha kurash borligini anime bizga saboq beradi. Agar yiqilsang tur, agar yo'qotgan bo'lsang, yuraging bilan izla. Chunki har bir qahramon bizning ichimizdagi jasoratdir. Naruto taslim bo'lmadi. Eren ozodlik uchun hamma narsani xavf ostiga qo'ydi. Luffy hech qachon orzulardan voz kechmadi. Ularning har biri shuni aytadi. Sen ham qila olasan. Anime bu multfilm emas. Bu hayotning o'zi bu. Yurakni harakatga keltiradi, orzularingni eslatadi va ichindagi ishonchni yo'qotadi. Bir marta chin dildan animeni ko'r, shunda sen ham tushunasan. Ba'zilar aytadi, anime bu bolalar uchun. Lekin ular ko'rmagan. U yerda qancha og'riq, qancha orzu va qancha kurash borligini anime bizga saboq beradi. Agar yiqilsang tur, agar yo'qotgan bo'lsang, yuraging bilan izla. Chunki har bir qahramon bizning ichimizdagi jasoratdir. Naruto taslim bo'lmadi. Eren ozodlik uchun hamma narsani xavf ostiga qo'ydi. Luffy hech qachon orzulardan voz kechmadi. Ularning har biri shuni aytadi. Sen ham qila olasan. Anime bu multfilm emas. Bu hayotning o'zi bu. Yurakni harakatga keltiradi, orzularingni eslatadi va ichindagi ishonchni yo'qotadi. Bir marta chin dildan animeni ko'r, shunda sen ham tushunasan.